Assalomu alaykum qadrdonlarim. Sizlarga bir kunlik ish kunimni 2 minutda ko'rsatib beraman. Erta tongda mana har doimgidek ishga keldik. Bugun ikkita kelin bor. Yangi yil oldi xonamizni juda ham chiroyli qilib bezatib oldik. Qarang qanaqa chiroyli. Kechqurunlari ham yonib turadi xonamiz. Endi kelinlarimiz bilan maslahatlashib ish qiladigan bo'ldik. Kelindan so'radim qanaqa qilamiz deb. Mana o'zimni ishimni ko'rsatdi. O'sha kelinni ko'rgan ekan, juda ham chiroyli bo'libdi dedi. Mana shunaqa prическа makiyaj qilib bering dedi. Milliy bilan mana sochlarini yig'ib chiroyli qilib prическа makiyaj qilib berdik. Yuzlariga ruxsat bermadilar. Sochlarini esa yig'dik. Mana yuzlarini yopdik ozroq. Ikkinchi kelinimiz ham o'zlari bilan maslahatlashib makiyajlarni prическаlarni ko'rsatdik. Bu kelinimizni bunaqa xuddi shunaqa yig'ishni tavsiya qildi menga, qilib bering dedi. Mana posle holatlari shunaqa chiroyli qilib, nechta qilib kelin obraz qilib berdik. Bu kelinimiz uzoqqa kelin bo'lib ketdilar. Yana bitta kelinimiz esa sochlarini yig'ib shunaqa chiroyli qilib berdik. Ikkita kelin borsam, uchta kelin bor ekan. Uchala kelinni ham jo'natib, endi shogirdlar bilan ishlaydigan bo'ldik. Shogirdlarga model chaqirtirdim va makiyajlarni ko'rsatib berdim. Qolgan makiyajlarni o'zlari qilib, chiroyli qilib chiqarib berishdi. Shogirdlarim har kuni bittadan ko'payib ketyapti. Xudoga shukr. Hamma shogirdlarim o'qib, ishlab, o'z joyini topib ketgan. Bu kishi esa Oygul opam bo'ladilar. Oygul opam 50 yosh yubileyida, yuzlarini olmadik, soch prическаlarni oldik. Shu orada kelinlarga zakaz olishni ham davom ettiryapmiz. Mana ikkita, uchta kelinga zakaz olib tashladik. Zakaz olgandan keyin yana shogirdlar bilan ishlash jarayoni bo'ldi. Qizlarimiz mana shunaqa chiroyli makiyaj prическа qilib berdi. Yancha orada расчёвка ham chizishga ulgurdik. Topotli holatlari. Kelinlarimizni kechki obrazlarini ham qo'yishga harakat qilaman. Lekin bunga 2 minutlik vaqtga yetmaydigan bo'ldi. Shuning uchun kechki vaqtgacha bo'lgan ish jarayonimni men sizlarga ko'rsatib berdim.